bugun sizlar bilan kompot va biz bugun qaysi fikrga chidamlıyız. Başta taxtadan başlayız. Şaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Emeyle sana oturmuyoruz. Qaysi bir 64 da blok söndürüşke yetadi. Tezler. Eğer hozir 21 tosh bo'lsa obuna bo'lamiz. 21 obuna bo'ling. Yarım ketdi. Toshni ham yarım qoldi. Endi aniq endi bitta qo'y. Oxirigacha yetarmikan? Tosh kiritamiz. Men bora olmaydi deb o'ylayman. Sizchi? Sanay deb qoldi. Bitta, ikkita, uchta, 44-chi, 45-chi, 46-chi, 47-chi. Hozir sinadi menimcha bu Toshkentga yetarmikan? Yo'q, yetadimi, yetmaydimi? Yetadi. Jon ozgina qoldi. Oxirgi lahzalar. Menimcha yetmaydi bu. O'rmonlar tosh kirkamiz. Tosh kirkamiz. Chidamli emas tosh kirkamiz. Mayli, endi taxta kirkamiz chidamli emas ekan o'rtoqlar. Endi tosh kirkaga o'tamiz. Tezlar. 59 yana 5 ta blok qolgan. Oxirgi lahzalarda yutqazdi. Tosh ancha tez sindirar ekan tosh. Aniq tez sindirish aniq edi-da. Va bu yerda ukam ham bor. Shunga ovoz eshitilib turgan misol. Ketdik. Yarmini kovladik-ku. Yarmidan bitta kovladik. Yo'q, ketdi. Sinmadi. Eğer tosh kirka sinmaydi desangiz obuna bo'ling. Ve sinmadi o'rtoqlar. Tosh kirkamiz o'tdi. Mayli. Endi temir kirka. Ve menimcha temir kirka ham o'tchi bugun. Agar siz ham temir kirka o'tadi deb o'ylasangiz obuna bo'ling. Ana o'yinga. 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi. Tosh kirka tezroq sindirar ekan. Chitni bosib qilsam ancha to'g'ri bo'ladi desam yo'q. Shunchaki qilsamayli. Oltin kirka tez sindiradi, lekin o'zi ham tez sinadi. Agar siz ham temir kirka bora oladi desangiz obuna bo'ling. Borsa obuna bo'lamiz. Endi agar oltin kirkani bora olmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz ham unga ham obuna qo'yamiz. Taxta bu yerda bir tash qilish yerdan chiqib ketibdi. Va temir kirkamiz ham o'ta oldi.
ketdik endi oltinga. Ukam bor u yoqda o'tir. Hozir ukam o'rtalar mana qaytdik. Endi navbat tosh. Bunda aniq yugursam ham va yetolmasam kerak, juda ham tez sindiradi. Lekin o'ziga yarasha bu taxta kirka borgan joyga ham bora olmaydi lekin juda ham tez sindiradi. Men bilmayman hattoki. Jonimizgina bo'ldi. Lekin juda ham tez sindiryapti. Yarmiga bordi. Yonidan ozgina o'tib yarimizda ozgina o'tdi. Va endi navbat olmos kirkaga. Olmos kirka juda ham tez bo'lishi aniq. Lekin oltin kirka demasdi. Oltin kirka ozginagina sindirdi. Agar biz 64 tada bu olmos kirkani joni yarmiga ham bormaydi deb o'ylasangiz, obuna bo'ling. Bu yerda oltinniki ham bor. Hali yarimidan o'tib ham ketdik. Hali yarim jonga ham bormadi. Hali joni to'lib ham turibdi. Va biz menimcha hozir yutamiz. Endi baholash. Baholasak qanaqa baholaymiz? Yashil rangda o'rtalar boshdan chizib taxta kirkani deydi. Olmos kirka birinchi o'rin, olmos birinchi, temir ikkinchi, tosh uchinchi, to'rtinchi taxta va beshinchi o'rin. Ana beshinchi o'rin oltin. Endi o'talganlar olmos o'tdi, temir va tosh. Ana shu uchalasida bemalol 64 ta sindirsangiz bo'ladi. Hozir. Stop. O'zi 5 stak ko'proq chiqish kerak-ku. Mana hammasi sanab qilingan. Nechta kirkada yetuvdik? 5 ta kirka, 5 stak chiqadi. Qarab turing, hozir mana oldim. Bu olmosda emas, bu tilladan qolgan. Olmos bilan chiqmoqda. Va mana 5 stak qoldi. Mana 5 ta kirka va 5 stak hammasini to'g'ri qilganmiz. Xato deb o'tirmang. Va hammaga xayr o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.